Mana uspakovitelni ichib oling. İchib bo'lgandan keyin iloji bo'lmay qoldi, oyog'ingiz kesib yubordik debdi. Hech de iloji bo'lmadi. Biz sizni oyog'ingizni kesib yubordik debdi. Hali qizga ham uylangani yo'q. Yosh ko'rganiga ham yeta olgani yo'q. Mayli dedi. İnson dard kelganda bilinadi-da, kim do'st, kim dushmanligi. Kim uni yaxshi ko'radi, kim uni yomon ko'radi. Kim tilin uchida muomala qilyapti, kim haqiqatdan muomala qilyapti. Uspakovitelni ichgandan keyin iloji bo'lmay qoldi, sizni oyog'ingizni kesib yubordik dedi. Haligi qizga o'ta bog'lanib qolgan ekan. Telefon qildi boyagi qizga. Bir marta ko'rgani keldi, yaxshi ko'rgan qizi. Bir marotaba. Qaytib ketdi. Ertasi kuni yana kelsa kerak deb telefon qilsa, telefonni ko'tarmadi. SMS yozib yuboribdi. Kechirasiz, oyog'i kesilganga erga tega olmayman dedi. Bitta orzusi yo'q bo'ldi o'sha yerda. Shunga uylanib ko'p farzandlik bo'lmoqchi edi. Bundan xabar olayotgan buni kim urib yuboribdi? Buni ham bir ayol kishi urib yuboribdi-da. Bitta qiz urib yuboribdi buni ham. Mashinasida. Keladigan xabarni oladi, keyin ketadi. Shu vaqtda armiyadan qog'oz kelibdi. Bu uydan chiqib, kasalxonadan chiqib uyiga borganda armiyadan poyezdga deb qo'yadimi? Qog'oz keladi. Falonchi armiyaga bormasangiz bo'lmaydi. Misrda armiyaga bormasangiz umraga ham chiqarmaydi, hajga ham chiqarmaydi, ishga ham olmaydi. O'ta qattiq armiya tartibi. Bizda Esirda bo'lardi, armiyaga borib kelsa keyin qizini berardi. Alloh hidoyat bersin. Davomiga. Do'stiga aytadi, do'stim, iltimos sen meni o'rnimga borib qo'y deydi. Do'sti armiyaga ketadi, meni o'rnimga emas, birga borishadigan o'sha paytda. Do'sti armiyaga ketadi, ikkalasi bir yerga borish kerak bo'ladi. Hali bir uchayni bo'layotganda boshiga snaryad tushib, do'sti o'lib qoladi o'sha yerda. Bu ikkinchi musibat. Haligi qiz aytadi, ko'p bundan xabar olib, u yoq qilib, bu yoq qilgandan keyin boyagi qiz aytadi, men deydi, ya'ni men tufayli oyog'ingiz kesildi deydi. Agar xohlasangiz men sizga turmushga chiqaman deydi. Agar xohlasangiz men sizga turmushga chiqaman deydi. Bu bola unga aytar ekanda, sizga uylanaman, men qayerda ishlayman deydi. Shu paytgacha u qiz aytmagan otasi kimligini. Otamni ishxonasi bor, siz buxgalter bo'lib, hisobchi bo'lib o'sha joyda ishlasangiz bo'ladi. $1200 oylik beradi debdi. Oyligi qancha edi o'zi? Nimaga avariya bo'lib ketdi bu?